Bunda ko'pincha bilamiz, operativ o'sha jarrohlik yo'li bilan uni davolanishadi. O'shani olib tashlashadi. Lekin ichki gemorroyga ham o'sha yomon ta'sir ko'rsatadi, ichki gemorroy kelib chiqishini kuchaytirib yuboradi. Bu yerda o'sha gemorroydagi qon laxtalanib qotib qolgan. Baribir keyinchalik yana gemorroyga olib keladi. Agar dekompensirованный protsess ketayotgan bo'lsa, o'sha qon aylanishida, конечно же, тогда kursi ko'proq bo'ladi. 4 kursgacha, 5 kursgacha ham borishi mumkin. Ana qanday qilib gemorroy varikozlardan insonlar sekin-sekin qutilishi mumkin. Bez operatsiya, jarrohlik yo'lisiz yoki lazer apparatisiz bundan bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi YouTube podkastini boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz gemorroy kasalligi haqida. Gemorroy kasalligi o'zi nima? Qanday kelib chiqadi? Uni hozirda davolash qanaqa muolaja qilinyapti va bizda Inject Medical ko'p tarmoqli klinikamizda alternativ davolash qanaqa bo'lishini Furqat aka bilan davom ettiramiz. Furqat aka, YouTube podkastimizga xush kelibsiz. O'zi gemorroy kasalligini kelib chiqish mexanizmi haqida qisqacha gapirsak, nimada ko'p uchrayapti hozir? Hozir gemorroy to'g'risida gapiradigan bo'lsak, juda ham informatsiya ko'p. Kelinglar bizda birdaniga o'sha nima farqi bor bizda bu yerda Inject klinikda boshqa joylardagidan ko'ra o'sha rezultati qanaqa nima edi, mexanizmi, shuni to'g'risida ko'proq hozir biz so'z yuritamiz. Ko'pincha gemorroy nima bo'lganida o'sha mesni ta'sir qilishadi-da, o'sha svechalarni ishlatishadi, u vaspaleniyani snimat qilib, shuni orqasida mana shu lecheniya deb nima qilib o'ylashadi. No, biz bir narsani tushunishimiz kerak. Davay gemorroyni o'zini bir ko'rib chiqaylik. Nima u degani gemorroy? Gemorroy degani bu venoz sosudlarni nima edi, shishib chiqishi. Biz bilamiz, vena sosudlari 3 ta qatlamdan iborat, endoteliy, epidermiy va o'rtasida mishniy sloy bo'ladi. O'sha mishniy sloyda rastejeniya ketgandan keyin o'sha valvulyatsiya qilib qoladi. Mana shuni orqasidan gemorroy kelib chiqadi. Demak, uni sababi birinchisi o'sha qon sistemasida, qon движениеda o'sha venoz yo'lida to'siq borligidan. Shuning uchun ko'pincha kimlarda kuzatiladi, mana ko'p o'tirib, haydovchilarda ko'p o'tirib ishlaydiganlarda. Beremenностьda nima uchun beremenностьda o'sha bola nimada venani siqib qo'yadi, qon ketmaydi, qon ketishi qiyinlashadi. Qiyinlashish orqasida sekin-sekin o'sha gemoroidal joyda venoz sosud kengaya boshlaydi. Bunda ko'pincha bilamiz, operativ o'sha jarrohlik yo'li bilan uni davolanishadi, o'shani olib tashlashadi. Lekin qani olib tashlashgan bilan nimada venoz sistemani siqib qo'ygan protsess bilan hech kim sabab turibdi bor. Sabab turgani uchun nimada o'sha uzelga har xil svechalar qo'yiladi-da, gemorroy kuydiriladi, boshqa qiladi, lekin sabab olib tashlanmaydi. Bu tashqi nimasida yordam berishi mumkin. Lekin biz bilishimiz kerak, ichki gemorroy ham bor. Bu sekin-sekin, asta-sekin o'sha ichki gemorroyga ham o'sha yomon ta'sir ko'rsatadi, ichki gemorroy kelib chiqishini kuchaytirib yuboradi. Shuning uchun bizni mana shu klinikamizda qiladigan ishimiz, birinchi очередda biz o'sha venoz sistemasidagi nima deydi, zastoyni явленияni snimat qilamiz. Buni orqasida keyin o'sha dori-darmonlarni ishlatib turib, vaspaleniyani snimat qilamiz va qon yurishi orqali nima deydi, gemorroydan sekin-asta bez operatsiyasiz, jarrohlik yo'lisiz qutulishga insonlarga sabab bo'lamiz. Tushunarli. Odatda 2-3 darajali gemorroy bilan murojaat qilishyapti. Bizda ham buqoq bilan allergiya bilan kelyapti, lekin yondosh terapevtimiz kuzatganda yondosh kasalligi gemorroy deb yozib qo'yapti. Ko'rsak 2-3 darajali gemorroy yoki yashirishadi, uyalishadi ayniqsa ayollarimiz. Odatda 2-3 darajali shu gemorroylarda necha kurs bizni muolaja talab qiladi? Necha kun qatnashish kerak? Endi qarangda, yana bu yerda o'sha qanchalik zastoy ketganligi. Agar zastoy kompensirованный bo'lsa, men точно bilaman, shu 2 kursda уже там inson gemorroydan qutulib ketadi. Но agar dekompensированный protsess ketayotgan bo'lsa, o'sha qon aylanishida, конечно же, тогда kursi ko'proq bo'ladi. 4 kursgacha, 5 kursgacha ham borishi mumkin. Shuning uchun bu yerda ko'p narsa o'sha birinchi kursdan keyin birdaniga уже bilinadi. Agar odamda o'sha og'riq, qon ketish, o'sha yerda qabziyat nimalar yo'q bo'lsa, biz birdan aytishimiz mumkin. Shunga kompensirованный forma shuncha tezroq ketadi. Bu dekompensirованный formada mana shu simptomlar juda sekinlik bilan
razрешatsiya qiladi. Mana shuning uchun biz точно aytib olamiz, bu yerda 3-4 kurs kerak, bez operatsiya, jarrohlik yo'lisiz yoki lazer apparatisiz bundan Tushunarli. bo'ladi. Tushunarli. Hozir juda yaxshi mavzuni ochdingiz, chunki haqiqatdan vena sistemasidagi bosim bu sabab, ildiz. Именно. Endi shu yerda qarangda bizni nimayda hujayra miqyosida ishlash nimamiz boshqalardan ko'ra hozir aytishingiz mumkin-da, tam yoki tam boshqa doktorlar eshitib turadi, da, shu tam venozniy sistemani biz ham dori ishlatib nima qilamiz. No, bitta narsani tushunishimiz kerak. Venaga qon qayerdan keladi? Uni endi qarang, agar venadagini to'g'ri tam preparatlarni nima qildirib turib, uni kengaytirsangiz yoki uni ishini faoliyatini qo'ysangiz, lekin limfa sistemasidagi zastoy явленияni ketkazmasangiz, baribir keyinchalik yana gemoroyga olib keladi. Qarang. Endi siz hozir yana so'raysiz, тогда давайте limfa sistemani uверенman, juda ko'p nimalarda tam yo'q, limfa sistemani qanday qilib buni amalga oshira oladi. Da bizni o'sha tam patentlangan formulamiz mana shu limfa sistemadagi stazni stimulyatsiya qilishga yordam beradi. Chunki biz hamma vaqt aytamiz, inson tanasini 30% qon tomiri yo'q. Bizni formulamiz qiladigan o'sha texnologiyamiz o'sha 30% qon tomiri yo'q joydagi движение, o'sha hujayralar bo'shliqdagi движениyani yo'lga qo'yadi. Buni orqasida qarang, limfadagi zastoy ketadi. Bu limfadagi zastoy ketish istaysizmi istamaysizmi, venoz zastoyini ham yo'qotadi. Ana qanday qilib gemoroy varikozlardan insonlar sekin-sekin qutulishi mumkin bo'ladi. Shu o'zi vena sistemasi haqidagi zastoy haqida gapirganda meni miyamga o'zi varikoz keldi. Chunki gemoroy ham varikozda bitta turi. Xuddi shunaqa. Turi faqat to'g'ri ichakdagi venoz kavernalarning kattalashishi xuddi shunaqa hisobdan bo'ladi. Demak, varikozlarga ham yordam beradi. Bilasiz, o'sha tam limfa sistemasi, katta limfa sistemada ham i plus venoz sistemada ham klapinlar bor. Klapinlarni ishdan chiqarish, klapinlarni ishdan chiqishiga yana nerv impulsi kelmasligi ham bu ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu tomonlarni ham biz учитывать qilishimiz kerak. И сразу aytmoqchiman, hozir tam varikoz bo'lsa yoki даже gemoroyda tromb bilan hosil bo'lganlar biz hozircha faqat bu kasal bemorlarni hozircha yordam ko'rsata olmaymiz, chunki u yerda опасность, risk katta. Trombni o'zi ko'chib turib, tam tromboflebi yoki tam tromboemboliya nima holatlar. Shuning uchun agar tromb yo'q holatdagi varikoz yoki bo'lmasa gemoroidalniy uzilib bo'lsa, пожалуйста, bizga murojaat qiling va biz klinikamizda effektivni nimayda terapiya o'tkazib bera olamiz. Shuni juda yaxshi mavzu ochildi hozir. Chunki praktikamizda bo'lganda o'sha даже gemoroy o'sha qattiq tromb bo'lib qolgan, o'shanda gepariniy mazlar bilan bemorimizni nima qildik va aytdi, gemoroyimiz ham yo'qoldi deganda, men o'shanda siz aytgan mexanizmni o'yladim, o'sha ochildi, chunki u buqoq bilan olyapti. Yondosh qotib qolgan, erkak kishi bo'lgani uchun o'zimiz ko'rib, bevosita o'sha tugunda tromb bor edi. U yerda o'sha gemoroydagi qon laxtalanib qotib qolgan. Tromb asorat bo'lgan. O'shanda ham maz, gepariniy maz bilan yumshab so'rildi va 3 ta kursdan keyin o'sha gemoroy ham yo'q bo'ldi, lekin gemoroyni davolash haqida u payt mavzu yo'q edi. Shuning uchun ochdik, endi hozir aytilishi kerak ekan, juda manfaatli bo'ladi. Da, shu yo'sinda давайте bir narsani ishga nima qilib ketay. Varikoz bo'lganda, o'sha gemoroy bo'lganda ham geparin deb hozir nima qildirdilar. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Geparin suyultish sistemani qonni suyuqlantiradigan dorilarni ko'p ishlatishdi. Chunki biz bilamiz, bizni aholini tam ayollarda особенно tam 50-60% da nimayda gemoglobin однозначно. Bu degani eritritsit kam. Demak, даже fibrin normalni bo'lsa ham, no o'sha u yerda ushlab turadigan forminli elementlar keyingi shu turga kelib yopishadi-da, tromb hosil qiladi. Bularda qon ketish asoratlari juda kuchayib ketishi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan yana to'g'ri tushunish kerak, o'sha gemoroy bo'lganda trixavazin yoki bo'lmasa geparinoy mazni yozib berishaveradi. Endi bir narsani aniq nimaga kiritishimiz kerak. Geparinoy mazni yozib bergani bilan yoki trixavazinni bergani bilan mushak sistemasini tonusga keltirmaydi. U faqat qon ichidagi demak forminli elementlarni, mana shu trombotsit, eritritsit, leykotitdan bir-biriga yopishishini faqat oldini oladi. Lekin bu zastoyni ketkazmaydi. Bu bir
O'sha aytganimizdek, ikkinchidan nima edi? Mushakni gemoroid mushak tonus yo'qotgan. O'sha tonusni keltirib bera olmaydi. Qarang, mana bu nimalari ana shu asoratlari, shuning uchun odamlar mana shu ko'p doktorlarimiz shunga e'tibor berishadi. Bu joyi kelmay deb operatsiya qildirib o'sha. Lekin inson agar to'g'ri bu vaqt talab qiladi, shu vaqt davomida demak zastoyda olib tashlab keyin mushak tonusini agar qaytarsa, даже varikoz juda bir qiyin holdagi bo'lgan gemoroid uzellar ham razрешаться qilishi ehtimoli juda katta. Juda ko'p foydali ma'lumotlarni berdingiz. Katta rahmat sizga. Endi qolaversa, albatta kompleks yondashuv bu yerda qabziyat bo'lmasligi kerak, albatta. Oziq ovqat yeyish, ko'proq suv ichish, nimada ichak mikroflorasini ushlab turish. Конечно же, там mikrotsirkulyatsiyani, chunki bizda bilasiz, hozir yoz kela boshladi-da, insonlar kam suv ichishadi. Kam suv ichish, yana quyuq ovqatimda palovxon to'rani yeydilar, nima deydi, tam manti yeyishadi, norini yeyishadi, bular hammasi nima edi, quyuqlashishga olib keladi, tam plazmani, конечно же, bu yana gemoroy paydo bo'lishidan yana bir sababi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda biz men yana bir marta qaytarmoqchiman, общий, hamma joyda aytiladigan o'sha oziq ovqat yeyish, yana turmush tarzi to'g'risida biz aytmadik. Hozir biz ko'proq bular ham ahamiyatga ega, no biz yana ochilmaydigan boshqa joyda bu to'g'risida informatsiya olmagansiz. Mana shu informatsiyani biz hozir sizlarga nimada taqdim etdik. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizda yoki yaqinlaringizda gemoroy yoki shu kabi varikoz kabi kasalliklar uchrasa, biz hujayra darajasida operatsiyasiz yordam ko'rsatamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin yoki bizdagi ijtimoiy tarmoqlardagi internet sahifamizga yozishingiz mumkin. Bizning klinikamizning manzili Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Nurziyo 42-xonadonda joylashgan. E'tiboringiz uchun katta rahmat, Furqat aka. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling.